Barchangizga xayrli kun qizlarjon, qaysizlar? Hozir sizlarga gilamlarni ham changini ham kirini tozalashni o'rgataman. Birinchi bitta spreyli idishga har qanday anaqa shampun bo'ladi. Ozgina yaxshi hid berish uchun va kirni tozalash uchun ozgina shampun qo'shamiz. Keyin varonkani qo'yib olamizda. Tursin. Chayni soda. Bir 2 qoshiq suv oldim. Chunki bitta gilam tozalab ko'rsataman sizlarga. Keyin 1 qoshiq suv, gilamingizga qarab suvni solaverasiz. Masalan, 2 ta 3 ta bo'lsa, suvni ko'proq qo'yasiz. Endi suv. Mana suv oldim. Endi 70% sirka. Buni ham taxminan so'vorasiz. Bu kirlar tozalaydi-da, gilamni yaltiratib, yangidek qiladi, rang beradi, bunaqa nur beradi. Mana qaranglar, taxminan solyapman. Buni qoshiqlab o'tirmaysiz. Mana ozgina solib olamiz. Ko'ryapsizlarmi, reaksiyaga kirdi. Endi chayin soda borligi uchun. Bu hech narsa qilmaydi, shunday bo'ladi o'zi. Endi idishni yopib yuboramizda. Hozir mesela gilamlarni sepib ko'rsataman. Mana qizlar, qaranglar, mana shunaqa qilib hamma joyiga gilamlar hamma joyiga sepib chiqasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qilib hamma joyiga sepib chiqasizlar. Dog'larga qayerda dog' bo'lsa ko'proq sepasizlar. Mana hamma dog' deysizmi, kir deysizmi, chang deysizmi, hammasini oppoq qilib rangini tiniq qilib yangi gilamdek bo'ladi. Uyingizga birov kelsa, yangi gilam oldingmi, yangi gilam soldingmi deb so'raydi. Men doim shunday qilaman. Endi yosh bolasi borlar tushunadi meni. Bugun qilsam, ertaga yana dog' qiladi. Hali bir marta ham gilam yuvadigan anaqaga berganimiz yo'q. Faqat shunaqa qilib tozalayman o'zim. Qizlarjonlar, mana gilamlarim qaranglar, har tomondan ko'rsataman. Mana oq joylariga ham e'tibor beringlar, yangidek bo'ldi. Gilam uyda yuvdirmasdan tozalashda ko'p usullarini bilaman. Xo'jayinim xitoyliklar bilan ishlaydi. Xitoyliklar bilasizlar, tozalikka birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun sizlarga xitoyliklar usulida bir necha xil gilamlarni uy sharoitida tozalashni o'rgataman. Keyingi videolarimni kuzatib boring. Profilimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qizlar, mana qaranglar. Qaranglar, yangi qo'ygandek mana oq joylari ham muzqaymoq, qulupnaylar anaqa rangi bolalarim churib, keyin pachaq qilib qo'ygandi. Ranglari qarang, mana toza bo'ldi, yangidek. Ko'ryapman, ataylab oq joyini ko'rsatyapman. Mana yashil joylari. Mana qaranglar. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu videoyim agar sizlarga foydali bo'lsa, xursand bo'laman. Yoqsa kommentariyaga 5 qo'ying, yoqmasa 2 qo'ying.